Oq uyda havas qilganlarga ajoyib taklif. Assalomu alaykum, Zinat ijod savdo obunachilari. Bugungi manzaramiz Sadvin sovxozida joylashgan umumiy maydoni. Ko'rib turganingizdek, 4,5 so'zdan iborat bo'lgan 2 qavatli oq kottejimizni sotuvga qo'ydik. Umumiy maydoni 4,5 so'tiq, 7 ta xonadan, bitta garderob, 2 ta spalniyadan iborat bo'lgan pishig'ishda qurilgan xonadon. Tashqi taraflarini chiroyli holatda travertin qilib qo'ygan. Eshik tallari naves. Bu tarafga bemalol chiroyli holatda katta so'ri bitta mashina bemalol sig'adi ayvoniga. Joylashgan joyi shaharning eng olibta joylaridan birida. Gaz svet suvlardan muammo yo'q. Yangi mahallada. Xo'p, kirishimiz bilan kengina koridor, orqa tarafda hovuz-dvor, kirganimizda chap qo'lda birinchi oshxonamiz, bu yerda sanuzel, bu yerda bitta spalniya kattalar uchun mehmonxona va kichiklar yotoqxonasi. Tepada 4 ta xona, garderob, hammom, tualet alohida joylari bor. Bir boshdan obzorni ko'rsatamiz. Bu kirganimizda birinchi kuxnyamiz. Bu sanuzelimiz o'rni, bu yer spalniya, kattalar yotoqxonasi. Ko'rib turganingizdek, oppoq holatda qilib, elektromontajlarni qilib to'g'rilab qo'yishgan. Xo'p, zal qismimiz. Uchinchi spalniyamiz. Hop, chiqqanimizda chap qo'limizda birinchi kattalar yotoqxonasi. Ikkinchi tepadagi spalniyamiz yoki ikkinchi zal hisobida foydalansa bo'ladi. Bu yer garderob. Yana bitta spalniyamiz. Uni sanuzel va kattalar yotoqxonasi. Xo'p, bu chala bitgan xonadonimizning bugungi kundagi bahosi 85 ming AQSh dollarda so'rashyapti. Inshaalloh chiroyli narxda qilib olishga yordam beramiz. Qo'shimcha ma'lumotlar quyidagi raqamlar orqali. Assalomu alaykum.